Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videoda biz nafaqat aksiyonlarimizni mikrokreditlarning yirtqich tuzoqlaridan qanday himoya qilish, 100% oshadigan yillik foiz stavkalari va mahallalarda ruxsatsiz kredit beruvchilarning noqonuniy mol-mulkni tortib olish shartnomalari haqida batafsil gaplashamiz. Hurmatli ota-onalar, aziz buvilar va bobolar, umringizni mehnatda o'tkazdingiz, yurtimiz ravnaqi uchun ter to'kdingiz. Endi keksalik gashtini surish o'rniga ba'zilar sizning hayotiy tajribangiz va ishonchinizdan foydalanib, moliyaviy botqoqqa tortmoqchi bo'lishmoqda. Bu adolatdanmi? Bizning jamiyatimizda keksalarimizga bo'lgan hurmat cheksiz. Ular bizning tirik tariximiz, donishmandlik manbayimiz, har bir mahalla va har bir oilaning ustunidir. Afsuski, bugungi kunda ba'zi shaxslar ularning shu ishonchidan, soddaligidan va moliyaviy savodxonligining pastligidan foydalanmoqdalar. Go'yoki yordam niqobi ostida keksa fuqarolarimizga shubhali mikrokreditlar taklif etilmoqda. Ammo bu bu yordam aslida yirtqich tuzoq ekanligini, yillik foiz stavkalari 100%dan ham oshib ketishini, hatto mol-mulkingizni noqonuniy tortib olish shartlari yashiringanini bilasizmi? Siz umringiz davomida halol mehnat qilib, farzandlaringiz uchun uy qurdingiz, har bir tiyinni tejab, pensiya jamg'armasiga hissa qo'shib, o'zingizga munosib nafaqa to'plashga harakat qildingiz. Endi esa o'sha mehnat mahsuli bo'lgan mol-mulkingiz arzimagan bir necha 100 ming yoki million so'm qarz tufayli saf ostida qolsa, qanday ahvolga tushasiz? Sizdan iltimos ushbu video ostida o'z fikringizni, boshdan kechirgan qiyinchiliklaringizni, hatto yoshligingizda qanday qilib bir tiyinni tejab, hayot kechirganingizni yozib qoldiring. Sizning shaxsiy hikoyangiz, sizning tajribangiz boshqalar uchun dars bo'lishi, ko'pchilikni ogoh etishi mumkin. O'z nomingizni yoki hududingizni ham yozishdan tortinmang. Biz sizning ovozingizni eshitishni istaymiz. Ushbu kabi muhim huquqiy masalalardan sabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero qonunchilikdagi har qanday o'zgarish, har bir yangi maslahat sizning moliyaviy iqtisodtirjamligingiz va huquqlaringiz himoyasi uchun juda muhimdir. Avvallari odamlar pul kerak bo'lsa, avvalo qarindosh urug'lardan, qo'ni-qo'shnilardan yordam so'rashardi. Kamdan kam hollarda banklarga murojaat etilardi va u yerda ham foizlar aniq, shaffof edi. Pensiya jamg'armasi ham aholi uchun ishonchli tayanch edi, nafaqa mablag'lari aniq qonunlar asosida ajratilardi. Bugungi kunda esa bozordagi iqtisodiy qiyinchiliklar, inflyatsiya va ba'zi fuqarolarimizning nafaqa puli yetmasligi sababli ayrimlar oson pul topish ilinjida yoki shunchaki zaruratdan mikrokreditlarga murojaat qilishga majbur bo'lmoqdalar. Bu holat afsuski o'z navbatida noqonuniy kredit beruvchilar uchun qulay sharoit yaratmoqda. Ayniqsa nogironligi bor, yolg'iz yashovchi, tibbiy muolajalar uchun pulga muhtoj bo'lgan yoki nabiralariga yordam berishni istagan keksa fuqarolarimiz ushbu tuzoqlarga ko'proq tushmoqdalar. Ular o'z huquqlarini bilmasligi, shartnomalarni diqqat bilan o'qimaganligi yoki tushunmaganligi sababli yirtqich kredit beruvchilarning qurboniga aylanmoqdalar. Ba'zi hollarda bu noqonuniy faoliyat mahalla qo'mitasining nomidan yoki uning a'zolari ishtirokida amalga oshirilishi holatni yanada og'irlashtirmoqda. Ushbu mikrokreditlar qanday ishlaydi? Qog'ozda arzimagan ko'ringan bir necha million so'm uchun sizdan yillik foiz stavkasi 100%, 200%, ba'zan undan ham yuqori bo'lgan foizlar talab qilinadi. Bunday shartnomalarda ko'pincha noqonuniy bandlar yashiringan bo'lib, ular sizning uyingizni, yer uchastkangizni, avtomobilingizni, umringiz davomida jamg'argan mol-mulkingizni tortib olishni nazarda tutadi. Aslida bu ruxsatsiz kredit beruvchilarning faoliyati O'zbekiston qonunchiligiga zid va jinoyat hisoblanadi. Shunday vaziyatga tushib qolsangiz yoki sizga shubhali takliflar bilan murojaat qilishsa, nima qilishingiz kerak? 1. Hush your bowling. Hech qanday hujjatni o'qimasdan, to'liq tushunmasdan turib imzolamang. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, shoshiltirsa shubhalaning. 2. Foiz stavkalariga e'tibor bering. Agar yillik foiz 2% dan yuqori bo'lsa, bu allaqachon juda katta xavf belgisi. Odatda banklarning foiz stavkalari bundan ancha past bo'ladi. 3. Litsenziya borligini tekshiring. Sanno desh taratiki kentare tande. Har qanday kredit beruvchi tashkilot O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining tegishli litsenziyasiga ega bo'lishi shart. Litsenziyasiz faoliyat yuritayotganlar, bu to'g'ridan to'g'ri qonunbuzarlar. Ularning ismlarini yoki tashkilot nomini Markaziy bank veb saytidan tekshiring. Mahalla qo'mitasiga murojaat qiling. O'zingizga yaqin huquqshunos yoki ishonchli mahalla faoliga maslahat so'ling. Lekin mahalla qo'mitasi vakillari ham sizni bunday kreditlarga undasa, ularning chatti harakatini yuridik ekspertizadan o'tkazish kerak. Ba'zi hollarda mahalla vakillari o'zlari ham bunday saksamalarning ishtirokchisi bo'lishi mumkinligidan ehtiyot bo'ling. 5. Pensiya jamg'armasi va banklar bilan bog'laning. Tanne ala tipdan tipdan
Ular sizga rasmiy va xavfsiz moliyaviy yechimlar, nafaqa to'lovlari haqida ma'lumot berishi mumkin. Rasmiy banklarda shaffof shartlar asosida kredit olish imkoniyatlari mavjud. Seks huquqshunosga murojaat qiling. Agar shartnoma imzolab qo'ygan bo'lsangiz, darhol malakali yuristga murojaat qiling. Ko'pgina hollarda bunday shartnomalarni sud orqali bekor qilish yoki shartlarini qonuniy doirada o'zgartirish mumkin. Biz keksa avlodimizning osoyishta va munosib keksalik davrini o'tkazishi tarafdorimiz. Ularni himoya qilish har birimizning, davlatimizning burchidir. Bu videoni farzandlaringizga, nabiralaringizga ko'rsating, ular ham ogoh bo'lishsin va o'z yaqinlarini bu xavfdan himoya qilishga yordam berishsin. Aksir ogohlik bu eng yaxshi himoya. O'zingizni ehtiyot qiling va huquqlaringizni biling.